Tezkor xabar. Xitoy O'zbekistonda ta'sirini kuchaytirmoqda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor va muhim yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun hoziroq like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xitoyning Markaziy Osiyoga qiziqishi kuchayishda davom etmoqda. Bunga Xitoy raisi Si Szinpinning Markaziy Osiyoning 5 ta davlati prezidentlari bilan yaqinda bo'lib o'tgan uchrashuvi guvohlik beradi. 2023-yil 19-mayda Xitoy Markaziy Osiyo hamkorligining yangi formati yaratilishini belgilovchi Sian deklaratsiyasining imzolanishi ushbu uchrashuvning natijasi bo'ldi. Sammit davomida muhim iqtisodiy masalalar, jumladan Pekin tomonidan mintaqani rivojlantirish uchun 3.8 milliard dollar ajratilish masalasi muhokama qilindi. Biroq bu uchrashuvning ahamiyati uzoq muddatli siyosiy oqibatlarga qaratilgan iqtisodiy kelishuvlar doirasidan kengroq. Deklaratsiyasida Markaziy Osiyoda, xususan, mintaqa davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvlari mexanizmlari orqali mintaqaviy hamkorlik muhimligi qayd etilgan. Xitoy o'z navbatida Markaziy Osiyo davlatlarini o'z mustaqilligini qo'llab-quvvatlashga va ularni tashqi, ayniqsa, G'arbning aralashuvidan himoya qilishga ishontirdi. Hujjatning 4-bandida mamlakatlarning davlat tuzilmasi barqarorligini saqlash va rangli inqiloblarning har qanday shakllariga va davlatlarning ichki ishlariga aralashishining boshqa shakllariga qarshi turish bo'yicha kelishilgan pozitsiya haqida so'z boradi. Xitoyning mintaqadagi 5 ta davlat bilan savdosi rekord darajada o'sib bormoqda. 2022-yilda savdo hajmi birinchi marta 70 milliard dollardan oshdi. Rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya bilan tovar ayirboshlash hajmi qariyb 42 milliard dollarni tashkil etgan. Bu 40% ga kamroq degani. 2023-yilda Xitoyning Markaziy Osiyo mintaqalari bilan tovar ayirboshlash hajmi qariyb 90 milliard dollardan oshib ketdi. Rossiya bilan savdo aylanmasi esa bu miqdorning yarmidan kamini tashkil etadi. Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik faol o'sish davrini boshdan kechirmoqda. Bu savdo aylanmasining ortishi, salmoqli sarmoyalar va qo'shma loyihalar sonining ko'payishi bilan tavsiflanadi. Xitoy kompaniyalari O'zbekiston iqtisodiyotiga faol sarmoya kiritmoqda. Bu esa Xitoyning mintaqadagi yetakchi savdo hamkorlari va eng yirik investorlardan biri sifatidagi mavqeini mustahkamlamoqda. Iqtisodiy almashinuvning kuchayishi Xitoyning Markaziy Osiyodagi siyosiy ta'sirining kuchayishi bilan hamroh bo'lishi mumkin. Bu esa har ikki davlat uchun strategik sheriklik munosabatlarida yangi istiqbollar va muammolarni ochib beradi.